Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun kafelimiz tugatdi. Xudo xolasa bu kafelimiz eniga 233, 6 ta stupenkasi bor. Chegalariga nikkelli ugovlardan qo'yib bitkizdik. Mana xudo xolasa cho'plarni chiroyli holatda yamab ko'rib turganlar bu Nur House jamoasi deyarli ishimiz tugadi. Polimiz atrofini kraskalar tugadi, atrofiga plunst qatirsak xudo xolasa bo'ldi. Lekin kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa qilib beramiz. Ko'rib o'zinglar baho beraverasizlar. Mana bu holatda plunstimizni qatiramiz. Shu bilan tugaydi. Aboylarimiz bo'lgan mana. Gulli abo ishlatganmiz bu yerga. Chiroyli holatda chiqqan. Mana bu galoyimiz. Zinamizni mana bu eng tepasiga qo'yamiz. Kraska qurilmaganligi uchun qo'ymaganmiz. Ertaga bo'lsa qo'yib polni tugatamiz. Mana bu atroflarini ham germetkalab qo'yamiz. Chiroyli qilib, oppoq qilib, shu bilan bo'ladi ishimiz. Yoqsa bitta like, podpiskaga qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' va omon bo'linglar.